Davom etamiz. Bugun yurtimizning har bir go'shasi katta qurilish maydoniga aylangan. Ko'plab uylar, turli binolar barpo etilmoqda. Bu albatta kishi ko'zini quvnatadi. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Qurilish qilish uchun ba'zida aholi yashayotgan uylarning o'rnini bo'shatish zarurati tug'iladi. O'zaro kelishuvga erishib, masala ijobiy hal etilsa, hamma rozi bo'lsin. Bu yaxshi, lekin quruvchi tomonidan berilgan va'dalar va'daligicha qolayotgan holatlarga ham guvoh bo'lyapmiz. Samarqandda 8 yildan buyon sarson bo'layotgan odamlar ham quruvchiga ishonishgan edi, ammo pand yeyishdi. Yashash uylari sinovga tushib buzilgan bu odamlar mana 7 yildirki ijara-majara yashab keladi. Ularning hammasi qurilish tashkilotining va'dalariga ishonib, tayyor hovlisini bo'shatib berib, bugun o'zlari boshpanasi qolganini aytmoqda. Aynan mana shu yerda 7 sotuq hovlimiz bor edi. 2018-yil buzilishga tushdi. 2019-yildan beri murojaat qilmagan tashkilotimiz qolmadi. Ikkita 3 xonalik, bitta 2 xonalik, 200 kvadrat savdo do'koni kelishgan bizlar. Boshiga uylarni ham sotib yuborgan edi. Sud orqali uylarni oldim, lekin magazinni haligacha ola olmasdan yuribman. Mana bu ko'p qavatli uy ko'cha tomondan qaraganda go'yoki hammasi risoladagidek, hamma havas qiladigan darajada chiroyli qurilgan. Biroq uning orqa tomoniga o'tsangiz, ko'p yillar muammolar ichida yashayotgan odamlarga duch kelasiz. Shaharning joyi chuqur mahallasi Ibn Sino ko'chasida joylashgan ushbu binoda yashash uchun sharoit yo'q. Odamlar o'zining uyiga ham yerto'ladagi do'konlar orqali kirib chiqadi. Negaki uyning yo'laklari odam kirish uchun noqulay. Tayyor uy joyimizni olib, katta va'dalar berib, mana bizlarni sarson qilib yuribdi. Bizlar 8 yildan beri ijoraga. O'g'limni uylantirdim. Bolali bo'ldi. Mana bolalari maktabga chiqdi. Hali uyi yo'q. Uylarni berdi, lekin mana shu podyezdlarni uyni ichiga kirgizib, kvadratini ko'paytirib sotyapti. Ustiga ustak hali foydalanishga topshirilmagan binoning birinchi qavatida xizmat ko'rsatish shoxobchalari uchun ijaraga berilgan. Hudud odamlar bilan gavjum. Uyi buzilgani evaziga yetarlicha kompensatsiya ola olmagan fuqarolar bir necha bor qurilish tashkilotini sudga bergan, biroq hech qanday natija bo'lmagan. Ijaraga turibman. Qishda u yerda gaz yo'q. Ana nimada turaman, Motor City'da. Kvartiraga ijaraga. Shunaqa sarsonda, bu yoq. Sharoit yo'q, o'sha podvalning ichidan, magazinning ichidan kirib, o'sha yerga yashab ketyapti-da. 18 oyda bitkazib beramiz deganda shartnomada. Shartnomada mana qo'limda turibdi. Murojaatni o'rganishimiz davomida qiziq bir holatga duch keldik. Ko'p qavatli uyning hali kadastr hujjatlari tayyor bo'lmasa-da, uyning har bir xonadoniga gaz, suv, elektr tarmoqlari tortilgan. Kadastri yo'q bu domli. Kanalizatsiya, suv qayerdan olingan bu yerga? Aytmagan joyimiz qolmadi. Hech ijobiy natija yo'q. 3 ta xonadon avarinli holatga, buzilmagan holatga turibdi. Ijaraga turib kelin olib keldi, ijaraga turib nevaralik bo'ldi. Sarson bo'layapti. Xo'sh, hovlisi buzilgan odamlar o'z uylariga qachon ko'chib kirishadi? Ularga yashash uchun qachon sharoit yaratib beriladi? Biz ana shu savollar bilan qurilish tashkiloti rahbari bilan ham suhbatlashdik. Bu yerga bir ikkita orqada sinovimiz bor. Shartnoma kelishuvlar muammo bo'lgani uchun sal cho'zilib kelyapti 2 yildan beri. O'sha yerga fuqarolar majbur bo'lgani uchun kelib yashayapti. Shu gaz, svet suvlarini cho'chib bilan aforit qilib. Muammoni xudo xolasa shu yilning oxirigacha kelishuvlarni bir tomonlama yopib beramiz. Inspeksiya xodimlari qurilishi tugallamagan binoga aholini kiritgan qurilish tashkilotiga chora ko'rilishini aytdi. Turar joy binosi qurilishida tasdiqlangan bosh reja asosida qurilish maydoni to'liq ochilmaganligi hamda binoning ikkinchi blok ikkinchi qavatidagi kirish yo'lagi tasdiqlangan loyiha asosida bo'lmaganligi sababli inspeksiya tomonidan qurilish montaj ishlari to'xtatilgan. Shuningdek, obyektda qurilish montaj ishlari tugallanmasdan hamda foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilmasdan binodan foydalanilganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 99-moddasi 5-qismiga asosan qurilish tashkiloti rahbariga nisbatan ma'muriy javobgarlik chorasi qo'llanilgan. Samarqand shahar hokimligi mas'ullarini har galgidek uylari buzilgan aholining taqdiri qiziqtirmadi. Masalaga hech qanday izoh berishni istamadi. O'ylaymizki, lavha efir yuzini ko'rgach, viloyatdagi mas'ul tashkilotlar masalaga panja ortidan qaramaydi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.